Hammamiz yoqtirib iste'mol qiladigan oshni tayyorlashni o'rganamiz. Buning uchun qizib turgan yog'larimizga go'shtimizni qovuramiz. Unga qo'shib piyozlarimizni ham yaxshilab qovurib olamiz. Qovurilgandan so'ng, biz zig'ir yog'idan ozgina solib olamiz. Bu oshga juda ham shirin mazza beradi. Piyozlarimiz qizarib qovurilgandan so'ng, sabzilarimizni ham ozgina o'sha olovda qovurib olamiz. Qovurilgandan so'ng esa ustiga ozgina tuz ham sepib yuboramiz. Bu yaxshiroq mazza chiqishini ta'minlab beradi. Asosan bularni qovurib bo'lgandan so'ng suvimizni solamiz. Suvimizni solib bo'lganimizdan so'ng esa o'sha ozgina vaqt qaynagandan keyin unga o'sha tuzlarini yaxshilab, uyimizda bor bo'lgan chesnoklarimizni, qalampirlarimizni solib, uni ham mazzasi chiqqungacha qaynatamiz. No'xatlarimizni solib olamiz va qaynab chiqqandan so'ng bir yarim soat o'rtada guruchlarimizni solib olamiz. Guruchimiz yaxshilab suvini shimib olgandan so'ng uni tindirishga qo'yib qo'yamiz.